Bugun juda ham ko'p odam so'ragan eng old visetlardan biri R2 Open Case ko'ramiz. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Meni ikkinchi kanalimda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan nima qilishimiz, qanaqa video ko'rishimizni ko'rdinglar. To'g'risini aytaman, men hali R2 Open Case ko'rmaganman. Men sizlar aniq aytaman, sizlar ham ko'rmagansizlar. Shuni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Akalar, video juda ham zo'r bo'ladi. Ishoninglar bo'ldi. Xo'p, prosta tak mana shu videoni ko'rib o'tirmaylik, sizlar prosta tak mana shu videoni ko'rib turib, sizlar tekinga 100 ishlab olsanglar bo'ladi. Qanday qilib deysizlarmi? Videoga like bosasiz, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani обязательно bosasiz. Kommentariyaga ko'proq kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasiz. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Tak, men bu yerda chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga UC'larni tashab berdik. Agar sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar, biz ikkita g'olibni aniqlab olamiz. Yutish ehtimolinglar bor. Tak, shartlarni bajarib qo'yinglar. Unda akalar, biz videoni boshladik. Demak akalar, birinchi bo'lib e'tibor beradigan narsamiz interface. Oldligini qaranglar. Old is gold deb bekordan bekor aytishmaydi. Xo'p, hozirdan to'g'risini aytinglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar R2 Open Case'ni ko'rganmisizlar? Men realni aytaman, haqiqatda men ko'rmaganman. Bu sezon даже o'ynamaganman. Qachon kelgan R2 nimalar bo'lgan men to'g'risi bilmayman. Men bunchalik old emasman. Demak akalar, unda yana bitta narsa, kommentariyaga bundan keyingi videomiz qanaqa Open Case bo'lishini yozib qoldiringlar. Sizlarning kommentariylar ko'proq like yig'sa, o'shani men Open Case'ni topib sizlarga chiroyli video qilib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Mana buni qaranglar. Короче, bittali ochish kerak ekan. Bittali ochish 60 UC ekan boshlanishi. Hozir 8300 UC bor men biratda. Eng qizig'i hozir men bu biratda videosiga atvet qaytaryapman. Ish qilib YouTube tomonidan bizga ban bera olmasa bo'ldi akalar. Demak, boshladik unda. Tak, 60 UC ekan. Men biratda hozir o'chirib qo'yganman. Ko'ramiz unda. Eng qizig'i, buni garant asosida olsak bo'ladimi-ki? Hozir shuni ham ko'raylik. Короче, bittali ochar ekanmiz. Har bitta ochgandan keyin UC'si ko'payib ketar ekan. Birinchisiga 60, keyin 120, keyin 200. Короче, shunaqa narsa. Endi birat juda ko'p gapiraverdilar. Davay endi boshlang. Xo'p, 8300 UC'si bor ekan. Hozir 10 UC'ga ochsa bo'lar ekan, chunki bunda kuponi bor ekan. Tak, vo. Ketdi mana. Birinchi Open Case nima tushib berar ekan? Har doimgidek legendarniy Cerebro tushib berdi. Okey. Davay. Endi akalar 90 UC ga ochar ekan. 90. Sizlarga ko'rinyapti deb o'ylayman. Web kameram to'g'ri ozgina xalaqit beryapti. Endi akalar, boshqa iloj yo'q. Birat bilan hozir biz Open Case. Ketdi. 90 UC ga nima berar ekan? Men o'ylayman akalar, R2 setini osonlikcha berib qo'ymaydi. R2 setini osonlikcha berib qo'ymaydi. Anchagina UC ni yeydi bu. Da. Buni ko'rdik. Endi 150 UC ga ochyapti. Nima berar ekan? Ishton berarmikan? Men bu case'ni eslaganlar bormi? Hozir tushgan case akalar, bilsanglar, oldin klassik case shunaqa bo'lardi. Esinglarda bormi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eng zo'r case edan hozir yig'ib o'tirardim. Sizlardan yana bitta iltimosim bor. Bu bizning ikkinchi kanalimiz. To'g'ri ko'p gapiryapman, lekin menga maksimalni poddershka qilmasanglar bo'lmaydi. Birinchi kanalim hozir bandi. O'shaning uchun bu kanalni ochganman. Nima qilishinglar kerak? Videoga like bosib, kanalimizga obunani bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib, mana shu videoda 10 ta like qilib beringlar. Podpiskalarni yor beringlar. Iltimos sizlardan. Endi poddershka qilinglar, bizani ham poddershka qilinglar. Nima qilinglar u uchun? Dayati, hammalardan kutaman. Like bosganinglar, podpiska tashlaganinglar menga pul bo'lib kelmaydi akalar. 300 UC ga Open Case hozircha bu 3 ta narsani oldi. Ishton tushib berdi. Men aytayapman, R2 setini olish oson emas. Xo'p, bunda 4 ta narsa bor. Borgan sari UC ko'payib ketyapti. Men birat ham siqilib ketdim. Men turishini qaranglar. 480 UC ga Open Case. Okey. Ketdi, mana emigmator tushib bersa kerak bu safar. O'tib ketdi. Parashyut. Bitta qolib ketdi R2 ga. Yaxshi.
Xo'p, ko'ramiz. Nima qildi hozir? Tak, davay. No, missiya beni uzun varianti tushdi. Yaxshi. Xo'p, buni ham ko'rdik. 1000 yusiga ochyapti akalar. 1020 yusiga ochyapti. Uje bunda 6000 yusisi qoldi. Xo'p. Qani Koryak, Skorotka и 15 ta klassik case qoldi. Premium case ekan. Premium case. Ketdi mana hozir premium case beradi akalar. Agar premium case bersa absolut sinema akalar. Men realni aytyapman, bu open case'ni birinchi marta ko'rishim, xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar. No, o'zi aniq edi o'zi. Xo'p, endi qaranglar. Taxmin qilamiz. Hozir Skorotka tushib beradi. 50 turisharmikan. Qani ko'raylikchi. Vo mana akalar. Vangani erkagi shu yerda. Realni aytyapman, open case ko'rmaganman. Bu safar endi 50 tushadi. Qaranglar. 2100 yusiga ochar ekan. Eng qizig'ini aytsam, bunda hozir 4000 yusi bor. Ketdi mana. Foydasi yo'q, ikkini tushirolmaydi. Mana 20 ham oldi. Shu yerda sizlarga bitta narsani eslatib o'tay. Sizlar ham haligacha qimmatga yusi olib yurgan bo'lsanglar, qayerdan arzon yusi olishni bilmayotgan bo'lsanglar, akalar, men ko'p marta takrorlayapman. Sizlarga 3 ta taklifim bor. Birinchisi, bizda yusi narxlari O'zbekistondagi eng arzon narxlar. Ikkinchisi, har juma kuni juma aksiyasi bo'ladi. Ya'ni juma kuni yusi narxlari men 100% javob beraman, eng arzon narxlarda bo'ladi. Uchinchisi, hozir akalar menga paddirish kerak. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar va screenshot olasizlar. Evasiga liboy payt sizlarga yusi kerak bo'lgan payt adminga tashlaysizlar, YouTubedan keldim deb yozsanglar, sizlarga yusiga skidkalar qilib berishadi. Akalar, bunaqasi O'zbekistonda bo'lmayapti. Prosta menga paddirish qilsanglar bo'ldi. Tak что yusi kerak bo'lsa, poistda chiqadi. Real PPM deb yozsanglar meni kanalga kira olinglar, keyin topa olmaysizlar. Shu videoni opisiyanasiga ham silka qo'yib qo'yaman qo'limdan kelsa. Davayt unda boshladi. Mana Koryak ham oldi bu. Xo'p, men brat уже siqilyapti. Eng qizi bu brat ruscha gapirmayapti. Bu bashariy lekin rusga tortar ekan, ingliz tilida ham gapirmayapti. Bilmayman qaysi tilda gapiryapti. Endi xo'p, necha yusiga ochadi bitta ko'raylik. Yusisi tugabdi buni. Qaranglar, mana qimmatga yusi olyapti-da mana. Haligacha qimmatga yusi oladiganlar uchun o'shaning uchun aytdim men. Hozir mana 10000 yusi qilib qo'ydi yana. Okay. Adashmasam 8100 yusi oldi. Bu yerda hozir mana ko'rishimiz mumkin. 10125 yusisi bor. Aka, vaqtimizni olmang. Tezroq open case qiling. Bo'ldi. 3000 yusiga ochyapti va nihoyat akalar RX-ga tushdi. Oxirgi urinishda. Yaxshi, men bola xursand bo'lisham bilmaydi, xafa bo'lisham bilmaydi. Eng qizig'i mana shu video YouTube'da bir 700 mingdan ko'p prosmotr olgan. Umid qilaman videomizga bizga ban bermaydi, strike bermaydi. YouTube'dan iltimos qilaman. Qiyin akalar, katta ehtimol bilan strike beraveradi YouTube. Endi qizillari ikkiseti, Skorotka и kaskasi. Xo'p. Bunisi endi o'zimizni Jaydar open case 10080 yusiga nima? Buncha qimmat? Yomon qimmat bo'lgan ekan, qaranglar. 10 talik ochish 10080 yusi. Har bitta ochish normal pul degani. Xo'p. Biratda qancha yusi qoldi? Shuni ko'raylik-da. Vo, ko'rishga ulgurmay qoldim. Tez ochordi. Tak, yusisi tugadi. Bu biratda yusisi tugadi menimcha. 925 yusisi qoldi. Yana donat qilyapti. Mana shu yerda, mana shu payt real yusidan donat qilganda anchagina foydaga chiqib ketardi. Zararga kirmasdi. Hozir mana zararga kiryapti. Sizlarga o'xshab. Xo'p, yana 8100 yusi oldi akalar. 9000 yusisi bor o'zi akada. Ko'ramiz. Ochsin. Ochmasa qochsin, to'g'rimi? To'g'ri. Davay. Men buni qaranglar, men bu personajni o'g'il bola qilib qo'yibdi, qachon ko'rinyapti borib. Davay, endi tezroq oching, brat. Xo'p, men ozgina tezlashtiraylik-da. Davay mana. 1080 yusiga mana ketdi. Badal berarmiki? Yo'q.
Yo'q, afsuski hech narsa bermadi. Afsuski hech balo bermadi. Ikkinchi urinishdan hech balo yo'q. 10 sakson UC dan ochyapti. 10.000 nima? 1000 saksonmi nima derdi? Qarchi 1000 UC dan ochyapti har bittasini. Bu yerda mana 3-o'ntalikda yo'q. Anaqa M16 berdi akalar, M16 berdi. Eng oldiy M16lardan biri bu, bilsanglar agar. Tak, olmagan narsasi u kaska, Scarl i rekseti qoldi. I mana shu materialni eslaganlar bordir. Tak, juda ham ajoyib, ajoyib. Yana 10 talik qani bam. Vo, mana nihoyat Scarl oldi. Men brat xursandligini ko'rib, to'g'risi men ham xursandman. Bilmadim, men ochmayotgan bo'lsam ham, prosta mana shuni ko'rib turib xursand bo'lib ketyapman bori. Yehe, brat osmondalar bori. Bo'ldi endi aka, bo'ldi. Kutib qoldik biz, opingiz qiling, qani. Bo'ldi, hech balo bermaydi. Da, Zatorek Scarl oldi akalar. Endi shu kiyimini olsa, bu ham qutulib ketadi. Tak, bunda uje 5000 mi 4000 qoldi. Vot, mana akalar, biza kutgan kunlar keldi. Reykni qizil, mana qiz bolacha kiyimini oldi mana nihoyat. Yaxshi bo'ldi. Hamma narsani oldi. Mana akalar, qiziqarli opingiz ko'rdik. Endi bu brat bilan xayrlashamiz, bu bratga rahmat aytamiz, bitta perxod qilamiz. Jigarlar, bugungi videomiz ham o'z nuqtasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Sizlarga sal bo'lsa ham PUBG oldigini eslatganimdan xursandman. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, keyingi safar qanaqa open case bo'lish kerak. Jigarlar, agar videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, yana sizlardan podдержка so'rayman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Mana shu kanalda streamlar bo'ladi, streamlarga kiringlar. Kirsanglar, erta yutib ketishinglar mumkin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar.